Yaponiya bilan Xitoyninki bu yaqindan buyoqqa yirik munosabatlarni hammamiz bilamiz. Siz bilan bir qancha qatim suhbatda bo'ldik. Endi shu Xitoyga eng yaqin bo'lgan Yaponiyaniki Yaponiya tunji qatimliq ish bo'lganligi e'lon qilindi. Shu Xitoy qo'shni bo'lgan Kyushu oralig'iga 1000 kilometrdan ko'proq masofaga ega bu Type 12 tipli boshqariladigan bombalarni o'rinlashtirib tunji qatim Xitoy tavallikidagi nishonlarga zarb berish iqtidoriga ega bo'lganligi bu hafta kuchli qo'lg'uli qo'zg'agan xabar bo'ldi. Xitoy bo'lsa har qatimqidek chichanshib buning rayon muqimligiga aslida rayonning muqimligiga eng chong tahdid qilayotgan Xitoy Yaponiyaninki bu harakatiga qattiq noroziligini bildirdi. Xitoyning shu nurg'un ijtimoiy fikr vositalarida hatto Xitoyning yollanmalariga to'g'ridagi qilayotgan Yaponiyaga tahdid selib o'z vaqtida Amerikaning atom bombasi qilganda Yaponiya sig'inib qolgan o'xshaydi degandek Xitoyning lalmalari ko'plab uchur baharladi. Bu qatimqi bu Yaponiyaning bu harakatiga qanday qaraysiz? Hamda Japoniya Xitoyga qartilgan siyosatda üç xil tanlash var. Birisi shu o'zi mustaqil ya Amerika ya Xitoyga beqinmay turib, o'zi mustaqil bir şekilde Xitoy bilan munosabatni ilib berish. Ama buningki imkoni bo'lmaganligini hammamiz bilyapmiz. Chunki Xitoy Japoniyaga bo'lgan besim bek kuchli. Ham tarixdan misol olib turib besim ishlatyapti. Hamda bu bayağı siz degandek Xitoyning bismiga qarshi Japoniya inkos bildirsa, o inkosni o sebep qilib ko'zitib va rayonda jidal chiqaryapti, xavfsizlik ahvoli yaratyapti deydi. Hamda bu ikki davlatninki arasındaki munosabatlar 2006 yildan itibaren buzilishga boshlagan aslında. Eğer de texma baldur deydigan bo'lsak, 98'de Jiang Zemin'ninki Japonya ziyareti vaqtida bu Deng Xiaoping'nin aran yasab chiqqan bir diplomasi munosabatini buzishga boshlagan. 2006'da bu ikki davlatning xalq tarafdan bir-birisiga o'chmanliklarni boshladi. Onundan keyinlar arlab bu ikki tarafdan, ya'ni davlat xalq bilan birlikda bir-birisiga qarshi shunday namoyish qildigan, Xitoy tarafdan texi Japonlarni o'ltirdigan shunday ahvollar yashandi. Bu biraz qiyin hamdi. İkinci talash bo'lsa, Amerikaga beqinib turib, Xitoyga taqabul turib, Xitoy bilan tijoriy munosabatni ilib berish. Üçüncüsü bo'lsa, Xitoyga beqinib turib, ya'ni Xitoyninki biri beqingan davlatda bo'lib yashash. Hozirgi ahvol qaragan chog'da Japoniya Amerika bilan munosabatni yaxshi tuzab turib, Xitoyga taqabul turadigan bir siyosatni tanlagandek turdi. Yani üç xil siyaset var, bunu tanlagandan keyin hamda Xitoy bilan bo'lgan munosabat tantush munosabat degan bir mesele chiqdi. Yani beqinganlik bo'lmaydi. Bu Xitoyni bek rahatsız qilyapti. Birisi Japoniyaninki Xitoyga ilib borgan bu pozitsiyasi, ikkinchisi Amerikaning Japoniyani qo'llashi va Japoniya Amerikaning Asya Tinch okeani siyosetini qo'llab berishi bo'ldi. Hem de Japonya burun şu İkinci Dünya Urushudan keyin hammamiz bilgandek Amerikanınki bismi bilan bir tinchlik asas qonun degan bir qonunni chiqargan. O qonunning 9-moddada Japonyaninki harbiy jihatdagi har taraqqiyotni cheklagan. Misoliga İkinci Dünya Urushudan avval Japonyada necha cho'ng shirkatlar bor. Bu shirkatlar o'xshashlar qurollarni, urush parxodlarni nurg'un narsalarni ishlab chiqara oladi. Ma o asas qonundan keyinlar nima qilolmaydigan bo'lib qoldi. Buningdagi armiy nima bu tuzumning ichiga kirmaydigan bo'ldi. Va armiy nima shu o'zininki to'proqni qo'g'day oladigan, o'zini qo'g'daydigan bir qo'shin deb qildi. Hozir hamda bu mu o'zgaryapti? Hozir Japoniya nurg'un shirkatlarga qurol ishlab chiqarishning ruxsatini bergan bo'ldi. Hamda bu ishlab chiqargan qurollarni chetga sotqili bo'lmadi, hozir sotqili bo'lgan bo'ldi. Hozir bu milliy armiy ismi milliy armiy deymizmi? Hozir milliy armiy bo'lib bo'ldi hozir.
Ondan keyin mayli havo kuvvetleri bolsun, mayli dengiz armiyaları bolsun, bağan siri şu teknoloji bile kuchlanib, parxodlar, urush parxodlarning sonimi ko'payib bo'lyotidi. Bu xil harbiy jihatdan, mudofaa jihatdagi kuchlanishi umuman Xitoyni bearam qilyotidi. Shuni yig'ib kelgan chog'da bu ikki davlatning orasida bo'libmi maqatimki saylamda bu Japoniyaning o'ngchilar saylanib qilishi Xitoyni texmi bearam qildi. Xo'sh. Hamda bu kichik bir nima misol, bu yeni saylangan hokimiyatda Uyg'ur asli bo'lgan bir tashqi ishlar muavin ministri bor. Xo'sh. Xitoy buningga texmi xafadir. Evet. Shuningga bu ikki davlatninki orasidagi bu ziddiyatlar hali bir mezgilgacha davom qilgandek turdi. Misolga deylik, maqadim Xitoy Japoniyaga jiq besim ishlatdi. İşletken siri hakimiyetini qo'llaydi. Mavu Ray Sinashninki raqamidir. Bo'libmi maqatimki bosh ministerga bergan nima %70dan yuqori qo'llashichi. Xo'sh. Shuningga bu bir mezgilgacha bundaq Japoniyani bo'za qilolmaydigan bir ahvol paydo bo'lyotidi. Japoniyami Xitoyga taqabul turadigan bir qarorliqmi bor bu yerda. Faqat bir narsani unutmaslik lozim. Japoniyada Japon kommunistlar bor. Japoniyada Japon solchilar bor. Bularningki partiyalar xili ko'p. Ondan keyin bu liberalist deydigan, ya'ni o'ngchi solchi emas, o'ttirda turib hamma tarafni tanqid qiladigan xalqlarmi bor Japoniyada. Demokratiya bir tuzum bo'lg'achqa. Shuningga bu hozir o'ngchilar kuchli bo'lgan taqdirdami, boya degan asos qonunning 9-moddani hammani o'zgartirib o'tishmi o'ngay to'xtamayotdi. 2000 yılında şu Japonya'nınki öz vaqtidagi bosh ministri bu Koizumi degan bir adam vardı. O adamdan itibaren Japonya bunda ketivermeydi. Japonya dunyoga arilish lazım. Japonya xalqaro siyosiy jihatda bir patak, iqtisod jihatda bir yo'g'on adam. Bu tamponsizlikni o'zgartirish lazım deb o'zgartish uchun bir nima strategiya bir nima planlanma yapılgan. Onun içinde bir talep şu, yani Birleşken Devletler Teşkilatı xavfsizlik daimi azası 5 ku hazır. Japonya'ma bir aza buluş lazım. Ve şundakla Hindistan, Germaniya, Brezilya degan tek devletlerimi şu 5 azanın içine biz mi kirimiz deb Japonya ularni mı qo'llab kelgan. Yani Japonya aslında asta siyosiy jihatda, diplomasiy jihatda xalqaro sahnaga chiqishninki yo'lini izlayotdi va u yo'lga qarab mingyotdi hamda. 2000 yilda qilgan bo'lsa, hozir 2026 yil bo'lib ketdi. Bunda bir paytda hamda Xitoy Japoniyaga qarshi har xil siyosiy jihatdan, diplomasiy jihatdan besim ishlatishni yo'lini izlaydi va qilyotdi. Hammamiz bilyapmiz. Bo'libmi Xitoyninki yana bir qilayotgan ishi hamda o'zininki yoshida bir nurg'un askiliklar turib nima qilyotdi degan vaqtida bu Japoniyaninki bu janub tarafi, ya'ni orolninki janub taraf Okinawa degan rayonlar bor. Rayon bor, ammo nurg'un orollar bor. Bular keyin japonlashgan xalqlar bular. Kon zamanlarda, yani bu 16-17 asırlarda u yerda Kyoru degan bir devlet mi bordi, hokimiyat mi bordi. U hokimiyat Ming sulolasiga, Manchur imperiyaga tabiiy bo'lganda, biat bo'lgan. Hozir Xitoy ashlarni qo'zg'andirib qilyotdi, sizlar mustaqil bo'linglar deb. Ammo Uyg'urlar kelgan chog'da Xitoy buni demayotdi. Ondan keyin bu Japoniyaning shimol tarafi, ya'ni Hokkaido va Hokkaidoninki shimol tarafda bu tarixda Ainu degan bir millat bordi. Bu millatmi Japon emas, hamda hozir yaponlashdi bu.
ularnimi qo'llayotdi-da, sizlar tilinglarni unutib ketgan bo'lsanglarmi, sizlar shu Japoniya sizlarni assimilya qilayotgan millat deb onun tədqiqatını qılıyotqanga o'xshash ba'zilarini ajna qishqiryotdi-da, kuchaytiryotdi. Bu siyoset yolg'izla Japonga emas, shu nimaga Hindistonga qarta qilyotdi. Hindistonning chegara rayonida ya'ni hinduluk bo'lmagan asonliq millatlar bor. Bularni kuchaytiryotdi Xitoy. Ular haqida tadqiqotlarni ilib beryotdi, u tadqiqot natijasiga qarab qilyotdi. Ya'ni Xitoy bu mayli Japoniya bo'lsin, Hindiston bo'lsin, diplomasi siyosiy kurashdan boshqa, geopolitik kurash, ya'ni tijorat, iqtisodiyot, texnologiyadan boshqa hozir shu davlatninki ichki ishlariga qo'l silib aralashishga boshladi. Hamda bunday bir ahvol chiqqanmi? Ya'ni Xitoy agarda u davlatlarning ichki ishlariga aralashsa, u davlatmi sening ichki ishlariga aralashami? Ya'ni Tibet, Uyg'ur, Mo'ng'ul, Tungan, Tibet, Manchur meselelerge qo'l salamı ki bu cette Japonya'nınki tadqiqotlari bek ko'p hamda. Shuningga buningdan keyin ichki davlatning munosabati mush hol bilan mangdigan bo'lsa, jiriklik bosqichi davom qiladi deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyatda atrofli holatda analiz qildingiz. Alloh razı bo'lsin. Men rahmat aytaman. Rahmat sizga.